Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bugun bizni navbatdagi grammatik qo'shimchamiz bu il ko'yayo. Il ko'yayo qanaqa grammatik qo'shimcha ekan? Hozir bir boshdan batafsil ko'rib o'tamiz. Bu qo'shimcha eng ko'p tarqalgan kelasi zamon shakli bo'lib, qilaman, bo'ladi degan ma'nolarni bildiradi. Demak, il ko'yayo bu kelasi zamon grammatik qo'shimchasi hisoblanadi. Fe'llarga qo'shilish tartibi unli bilan tugagan fe'llarimizga l qo'yayo, undosh bilan tugagan fe'llarga il qo'yayo qo'shiladi. Xo'p, buni endi misollarda chuqurroq tahlil qilib ketamiz. Masalan, birinchisida chonin neyil hakkyoye kal qo'yayo. Men ertaga maktabga boraman. Kelasi zamonda bajarilyapti ish harakat. Chingurang yonghuaril polkoyo. Do'stlarim bilan nima kino ko'raman deyapti. Chonyoga pabil mogoyo. Kechqurunga guruch, ya'ni ovqat yeyman deyapti. Shiomilvihe kongbu hal qo'yayo. Imtihon uchun o'qiyman. Endilikda o'qiydi. Endilikda qilmoqchi bo'lgan ish harakat. Kelasi zamon grammatik qo'shimchasi tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.